19-birinchi savol. 1 mol etan 8,5 mol kislorodda yondirildi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini molar massasini hisoblang deyapti. Etan reaksiya yozib olamiz. Yondirildi. 3,5 mol kislorod sarflanadi. Hosil bo'ladi 2 mol karbonat angidrid va 3 mol suv. Reaksiyamiz teng. 1 mol etan uchun yonish uchun 3,5 mol kislorod kerak bo'ladi. Hosil bo'ladi 2 mol karbonat angidrid va 3 mol suv. Xo'p, reaksiyadan keyin nima qoldi? Kislorodimiz ortib qoldi. Jami bizda kislorodimiz 8,5 mol edi. Xo'p, 3,5 mol ketdi. Ya'ni sarflanib ketdi etan yonish reaksiyasida va 5 mol ortib qoldi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasida suv bug'lari kondensatlanmagan bo'lsa, demak uni ham hisobga olamiz. Qanaqa gazlarimiz bor? Karbonat angidridimiz bor 2 mol. Suvimiz bor 3 mol va kislorodimiz bor 5 mol. O'rtacha molar massasini aniqlaymiz. 2 mol karbonat angidrid, unga qo'shaman 3 mol suv, unga qo'shaman 5 mol kislorod. Bo'laman mollar yig'indisiga 2, 3 va 5. Karbonat angidridimiz 88, suvimiz 54, kislorodimiz jami 102 gram bo'lar ekan. Uni 10 ga bo'lib qo'ysak, o'rtacha molar massasi 30,2 chiqadi. Demak, javobimiz B varianti ekan.